Tojikistondan 2026-yil avgust oyiga va sentyabr oyiga umra safariga bormoqchi bo'lgan obunachilarimiz aynan bu video sizlar uchun bo'ladi. Videoda o'tkazib bormasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Bugun Hikmat Travel Abdug'ofur akani oldilariga yetib kelganmiz. Tojikistonlik obunachilarimiz uchun xudo xolasa maxsus narxlarimiz bor deyishyapti. Videoda oxirigacha ko'rsating, sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, birinchi bo'lib endi obunachilarga narxlar bilan tushuntirib bersangiz. Xo'p bo'ladi. Avgust oyida reyslarimiz kunlari Farg'onadan 23-avgust kuni bor, 29-avgust va 30-avgust kuni bor. Bu vodiy reyslarimizning narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Toshkentdan avgust oyiga nechinchi kunlar bor deydigan obunachilarimiz uchun 24 va 25-avgust kunlari bor va qolgan kunlari ham bir kun, ikki kun aqabaqa bo'lib, deyarli har kuni yoki kun ora reyslarimiz bor Toshkentda. Aloqaga chiqib joylarni bron qilsalar ham bo'laveradi. Toshkent narxlarimizni $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Biz Toshkentdan sentyabr oyiga boraman deydigan obunachilarimiz uchun sentyabr chislolari 4-sentyabr kuni bor, 5-sentyabr, 6-7, 8, 11, 12-sentyabr kunlari reyslarimiz qo'yilgan, xudo xolasa Toshkentdan. Buni ham narxini $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Sentyabr oyiga vodiydan boraman degan obunachilarimiz uchun Namangan reyslarimiz bor. 3-sentyabr kuni, 10-sentyabr, 17-sentyabr va 24-sentyabr kunlari Namangan reyslarimiz qo'yilgan, xudo xolasa. Bularning narxini ham $995 qilib beramiz, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqib joylarni bron qilishlaring mumkin. Xudo xolasa zo'r. O'zlariga qulay bo'lgan paytda ketsa bo'lar ekanda. Bemalol. Endi aka, Tojikistonlik obunachilarimiz uchun qanday qilib to'lovlar amalga oshirishadi? Xo'p, shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. O'sha Zagram pasportlarini tashlab bersalaring, joylarni bron qilib qo'yamiz. Qandaydir kichkina ravishda zakolat tashlab berasizlar, viza puliga qolganini aeroportda hisob-kitob qilaveramiz bemalol. Zo'r. Xudo xolasa. Endi aka, sharoitlari qanaqa bo'ladi borishgandan keyin? Xo'p, shart-sharoitlarimiz o'sha aytib o'tganimizdek, Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha, lekin avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. 5 kishilik, 4 kishilik joylashuv bo'ladi gastitsalarimizda. Undan tashqari Madina Munavvarada ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimiz o'z ichiga oladi. Aeroportdan iloji boricha 50 boshimiz birga borib, birga kelishadi. Xo'p, undan tashqari firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi va 5 litr zamzam suv bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Zo'r. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib yanada to'liqroq ma'lumot beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar.